Elektron manzilimizga kelgan. Tishlarimni kuniga 2 marta yuvishimga qaramay, baribir tishlarimda karies paydo bo'ladi. Buning sababi nimada yoki karies kasalligi hammada uchraydimi? Ha, bu juda ham o'rinli savol. Hozir muxlislarimizni ham, hammani ham bu savol qiziqtiradi. Bunga mana hozir hamkasbimiz Baxtmiroy Bo'tayevichga murojaat qilsak. Juda soz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Yuqoridagi savolga javob bersangiz. Demak, bu ko'pchilikni tashvishlantiradigan savol. Shu o'rinda bir haqiqatni aytib o'tmoqchi edim. Agar og'iz bo'shliq gigiyenasiga to'g'ri va o'z vaqtida rioya qilinsa, to'liq ishonch bilan aytishim mumkinki, hech bir inson stomatologga tish og'rig'i bilan murojaat qilmaydi. Bu haqiqat, ya'ni tish kariyesi va uning asoratlari oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklar qatoriga kiradi. Lekin shu kungacha masalan tish kariyesi demak mavjudmi? Buni demak o'sha o'zimizni xatolarimiz, kamchiliklarimiz natijasida kelib chiqayotgan xatoliklar yoki qanday xatolar? Buni mana ko'rsatib berishim mumkin. Eng birinchi xatoligimiz demak mana modelda ko'rsatib berishimiz mumkin. Tish yuvish qoidalariga to'g'ri rioya qilmaslik. Aytaylik, supurgisimon harakat bilan tish yuvilish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz faqat oldingi orqaga harakat qilamiz va vaholanki bu narsa demak to'liq tishni oralarini tozalamaslikka olib keladi va tishlarning orasida qolib ketgan bakteriyalar o'sha yerda kislota ishlab chiqaradi va tishni chirish jarayoniga olib keladi. Dunyo olimlari tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, hattoki shu tishlarimizni tozalagan holatida ham bor yo'g'i 60% yuzani tozalar ekanmiz. Demak, 40% yuzamiz baribir tozalanmay qoladi. O'sha 40% yuzada karies rivojlanish xavfi mavjud. Bu xavfni bartaraf etish uchun demak nafaqat tish cho'tkasi yoki pastasi, balki og'iz bo'shlig'ini qo'shimcha gigiyenik vositalardan foydalanishimiz kerak. Bulardan yana bir muhim gigiyenik vosita sifatida mana biz flossni keltirib o'tishimiz mumkin. Floss bu oddiy xalq tilida tish ipi deb ham yuritiladi. Buni o'ziga yarasha foydalanish qoidalari bor. Mana buni demak o'zimizga yetarli darajada olib uzib olamiz va ikki xil usulda bundan foydalanishimiz mumkin. Birinchi usul qo'lga mana bunaqa bog'lagan holda tishni orasini tozalash mumkin yoki buni halqa qilib bog'lab turib, mana buni halqa qilib bog'lab olsak, bunda demak tozalash yuzasi kengayadi va bir qancha masalan mana bunaqa aylantirib tishlarni tozalash mumkin oralarini. Bundan tashqari bu flosslarimiz o'ziga ftor singdirgan flosslar ham hozirgi kunda sotuvda mavjud. Bu demak o'sha tish pastasi yoki shotkasi yetib bora olmaydigan yuzalarga ftor ionini yuboradi va o'sha yerda tish emalini qattiqlashiga olib keladi. Bir kunda necha marta foydalanish kerak? Bir kunda eng kamida 1 marta foydalanish, floss bilan foydalanish yetarli hisoblanadi. Ammo tish yuvish jarayoni esa har kuni 2 mahal. Bundan tashqari yana bir qancha izlanishlar shuni ko'rsatdiki, tishni yuvishni ko'pchilik ertalab shu uyqudan turgandanoq yuvib olish. Bu ham bir kamchilik hisoblanadi, chunki nonushta qilgandan keyin og'izda o'sha ovqat qoldiqlari qolib ketadi. Bundan tashqari shu tishlarni yuvish davomiyligi ham inobatga olinishi kerak. Ya'ni eng kamida 2 daqiqa davomida tishlarni yuvib turish kerak bo'ladi. Ko'pchilik holatda bu narsa ham kamchilik, ya'ni biz o'zimiz tomonimizdan kamchilikka yo'l qo'yiladi, balkim 30 sekund yoki 1 minut davomida yuvish ham demak o'sha tishlarni kasallanishga olib keladi. Bundan tashqari mana tish kovlagichlar deymiz. Tish kovlagichlardan ham mana foydalanish tavsiya etiladi. Yog'ochli demak tish kovlagichlarni ham ftorga singdirilgan turlari hozirgi kunda mavjud. Bular ham demak tish oralarini tozalashda va ftor bilan ta'minlashda ahamiyatga ega. Yana bir shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, demak tish eliksirlar, ya'ni og'iz bo'shlig'ini chayadigan suyuqliklar bor. Bular o'zining tarkibida ftor saqlashi va o'sha tish pastasi yoki shotkasi kirib bora olmagan yuzalarga suyuq bo'lganligi natijasida kirib borishi va u yerdagi demak bakteriyalarning ko'payishini to'xtatishi yoki emalni ftor bilan to'yintirishi natijasida uni o'sha kislota ta'siriga, ya'ni o'sha bakteriyalar ta'siriga chidamli qilishga olib keladi. Demak, shu narsalarga kompleks agar amal qiladigan bo'lsak, biz hech qachon stomatologga tish og'rig'i bilan murojaat qilmasligimiz mumkin. Aytaylik, biz mana shu xatoliklarga bilib-bilmasdan yo'l qo'ydik va bizda karies paydo bo'ldi. Kariesni o'z vaqtida aniqlash uchun nimalar qilishimiz kerak? Bu savolingizga javob berish uchun sizni mana bemorimiz oldiga taklif qilsam-da, shu yerda tushuncha berib o'tsam. Mana bu yerda mana Feruza opamiz hozir bulardan rasm olyaptilar. Bu apparatimiz, uskunamiz QLF texnologiyasiga asoslangan, ya'ni fluorescent o'zidan nur chiqaradi va shu bemorimizda hali ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan darajada karies paydo bo'lish etapida shu narsani aniqlab beradi va biz buni hali kovak hosil bo'lmasidan oldinroq
davolashimiz yoki o'sha mineral terapiyalar o'tkazishimiz va to'xtatib qolishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu uskunamiz yana bir xususiyati shundaki, bu demak og'iz bo'shlig'i gigiyenik holatini, darajasini aniqlab beradi. Ya'ni bunga shu maxsus dastur o'rnatilgan va dastur og'iz bo'shlig'i gigiyenik holati qanchalik yaxshi yoki yomonligini demak raqamlarda ko'rsatib beradi va biz olib borayotgan demak o'sha tishlarimiz tozalash qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rsatib berish mumkin. Bundan tashqari yana mana bemorimizning qo'lida uskuna bor. Bu uskuna demak uy sharoitida ham foydalanishga mo'ljallangan. Bu ham demak bolalarimiz yoki o'zimizni qanchalik tishimizni to'g'ri yuvayotganligimizni ko'rsatib berishi mumkin. Ushbu uskuna bilan demak og'iz bo'shlig'iga, tishlarga nur yo'naltirilganda oynada filtr orqali o'tgan nur orqali o'sha qolib ketgan ovqat qoldiqlari qizil rangga bo'yalib ko'rinadi. Yoki karies boshlangan bo'lsa, yoki o'sha plombalar atrofidagi joylarda qorayish holatlari kuzatilishi mumkin bo'ladi. Shu orqali bemorimiz o'zini o'zi tashxislashi mumkin va gigiyenik holatini yaxshilashga harakat qilishi yoki qoraygan nuqtalar bo'lsa, demak shifokorga murojaat qilishi va o'z vaqtida demak davolash chora-tadbirlarini olib borishga imkoniyat yaratishi mumkin bo'ladi. Savolimizga batafsil javob berganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat, yana kimda shifokorga savol bor? Hozirgi kunda do'konlarimizda turli xil tish pastalari mavjud. Mutaxassis sifatida qanday tish pastasini xarid qilishni tavsiya etasiz? Bunga javob berish uchun biz demak o'sha tish pastalarini tarkibidagi ba'zi bir muhim moddalarga e'tiborni qaratishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kundagi sotilayotgan tish pastalari asosan davolash profilaktik xususiyatga ega bo'lgan tish pastalardir. Ularni davolash profilaktik xususiyatini belgilovchi moddalardan biri esa o'sha tish pastasi tarkibidagi ftor tuzlaridir. Ftor tuzlari sifatida aksariyat tish pastalari tarkibiga natriy ftarit, natriy monoftor fosfat yoki aminoftarit moddalari qo'shiladi. Bundan tashqari turli xil antibakterial xususiyatlarga ega bo'lish uchun triklozan va hokazo moddalar qo'shilishi mumkin. Demak, biz dunyoda mashhur bo'lgan olimlarni va o'zimizning ham ilmiy ishlarimiz natijasida shu narsani bilamizki, tish pastasi tarkibidagi natriy ftarit yoki aminoftarit saqlovchi tuzlar demak og'iz bo'shlig'ida yaxshi eriydi va tishga yaxshi profilaktik xususiyat bera oladi. Bundan tashqari Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining demak tavsiyasiga ko'ra tish pastasi tarkibidagi ftor ioni konsentratsiyasi eng kamida 1000 promillga ega bo'lishi kerak. Shundagina bu tish pastasi karies yoki parodont kasalliklariga qarshi profilaktik samaraga ega deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun aholiga yoki shu savol bergan mana muxlislarimizga javob tariqasida aytishimiz mumkinki, ftor saqlamaydigan tish pastalarini yoki 1000 promildan kam bo'lgan tish pastalarini sotib olmaslikni tavsiya qilar edik. Hozirgi kunda sotuvga demak bolalar uchun alohida va kattalar uchun alohida tish pastalari chiqariladi. Bularning asosiy farqi ftor ioni o'sha bolalar uchun chiqarilgan tish pastalari 500 promildan oshmasligi kerak. Chunki buni sababi nimadaki, ftor ko'p miqdorda agar iste'mol yoki o'sha yutib yuboriladigan bo'lsa, bolalarga toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun 500 promilla ular o'sha chegara sifatida beriladi. Mavzuni davom ettirgan holda yana muxlislarimizga yuzlanamiz. Marhamat. Yuqorida siz bizga tarkibida ftor bo'lgan tish pastasini olishni tavsiya qildingiz. Ba'zida qulog'imizga ftor zaharlaydigan gaplar chalinib qoladi. Aytingchi, tish pastasi tarkibidagi ftor zararli emasmi? Bu ham o'rinli savol. Bu mana o'sha bizga murojaat qilganda bemorlar tomonidan ham biz shu tavsiya berganimizda bu savol ko'pchilik holatlarda beriladi. To'g'ri, ftor agar aslini olib qaraganda u gaz modda hisoblanadi, juda zaharli, ammo tish pastasiga bu ftor tuzi sifatida qo'shiladi va yuqorida aytib o'tganimizdek, bu tuzlar og'iz bo'shlig'iga tushganda og'iz bo'shlig'i suyuqligi bilan reaksiyaga kirishib, ion holatida parchalanadi va bu deyarli zaharli ta'sir ko'rsatilmaydi. Lekin uni o'sha tish pastasini yoki ftor saqlovchi turli xil suyuqliklarni ko'p miqdorda agar iste'mol qilinadigan bo'lsa, unda bu o'sha oshqozon ichak tizimida turli xil ko'ngil aynitish yoki boshqa zararlanish, toksik holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu qachonki o'sha ko'p miqdorda tish pastasini yutib yuborgan holatlarda. Shuning uchun aytish mumkinki, bunaqa holatlar yuz bermagan holatda bu faqatgina foyda bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun. Marhamat, yana kimda savol bor? Tish cho'tkasini tanlashning qoidalari bormi? Menimcha ko'pchilik uchun qiziqarli savol. Albatta, chunki do'konga kirganimizda siz aytganingizdek, nafaqat pastalar, cho'tkalar ham xilma-xil. Qanday cho'tkalarni tanlaganimiz ma'qul? Mana bu yerda har xillarini ko'ryapmiz. Mana to'g'ri aytdingiz. Mana hozir kunda ham do'konlarga kirsak bir necha yuz xillab tish cho'tkalari,
kuzatish mumkin va u yerda bundan tashqari elektr, ya'ni motorli tish cho'tkalarini ham uchratish mumkin. Hozirgi kunda tavsiya berar edikki, ya'ni tish cho'tkalarini tanlashda, demak, o'sha foydalanuvchini yoshiga qarab tanlash kerak. Masalan, bolalar uchun aytaylik, mana tish cho'tkalari tanlanganda ularga tuklarini yumshoq qattiqligidagi tish cho'tkalarni hamda o'sha joyda masalan chiroyli qanaqadir o'yinchoq qahramonlari yoki boshqa ertak qahramonlarini tasvirlari tushirilgan bo'lsa, ular ko'proq o'sha o'ziga jalb qiladigan holatda bo'ladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya shundan iboratki, bola 2 yoshga to'lgandan tishlarini yuvishni mustaqil boshlashi tavsiya etiladi. Demak, 2 yoshli bolaga tish cho'tkasini va pastasini berib yuvdirish oson emas. Shuning uchun ularni qiziqtirish kerak. Turli xil rangdagi tish cho'tkalarini va yumshoq qattiqlikdagi tish cho'tkasini tavsiya beramiz. Va albatta maxsus tish pastasi bo'lishi kerak. Va albatta maxsus boyaga aytganimizdek 500 promilledan oshmagan tish pastasi bo'lishi kerak. Kattalar uchun bo'ladigan bo'lsa, bu demak o'rtacha qattiqlikdagi tish cho'tkasi tavsiya qilinadi. Bundan tashqari mana yuqorida Feruza opamiz aytib o'tdilar, orqa tomonida tillarni ham tozalash imkonini beradigan, demak, moslamasi bor bo'lgan tish cho'tkalari ham maqsadga muvofiq, chunki mana aytib o'tganlaridek nafaqat tish, balki tillarni ham tozalash, demak, og'iz bo'shliq gigiyenasini to'liq saqlashga yordam beradi. Shuning uchun demak aytamizki, o'rtacha qattiqlikdagi tish cho'tkasi tanlash maqsadga muvofiq. Yana bir savol tug'ilishi mumkin. Elektr tish cho'tkasi ma'qulmi yoki qo'l tish cho'tkasi ma'qulmi? Qaysi biri ko'proq samarali degan savollar ham tug'ilishi mumkin. Demak, bir qancha olimlarning tekshirishlari natijasi shuni ko'rsatdiki, motorli tish cho'tkalari ham, qo'l tish cho'tkalari ham agar to'g'ri foydalansa bir xil samaraga ega ekan. Demak, o'sha qimmat motorli tish cho'tkalarini emas, demak, o'rtacha qo'l tish cho'tkasini olib ham to'g'ri foydalansa, shu samarani berishi mumkin. Rahmat javobingiz uchun. Tish cho'tkalarini qancha muddatda almashtirish zarur? Bu ham juda o'rinli savol. Tish cho'tkalarining xizmat davomiylik o'rtacha 2-3 oyni tashkil qiladi. Ammo hozirgi kunda zamonaviy chiqayotgan tish cho'tkalarining demak yonida o'zlarining indikatorlari ham mavjud bo'lgan tish cho'tkalari ham chiqarilmoqda. Bu demak o'sha indikator ko'k rangdan oq ranggacha oqarib qoladigan bo'lsa, demak buni o'sha almashtirish vaqti yetganligini dalolat beradi. Undan tashqari yana bir muhim narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozirgi kunda mana qishning yoki kuzning sovuq kunlarida turli xil yuqori nafas yo'llari yallig'lanish kasalliklari yoki turli xil infeksion kasalliklar bilan har qanday odam chalinishi mumkin va shu joyda e'tibor berish kerakki, shu kasallikdan davolanishi bilanoq shu tish cho'tkasini almashtirish tavsiya etiladi, chunki tish cho'tkalarining tukuni orasida turli xil o'sha bakteriya yoki viruslar qolishi mumkin va kasallikni yana qaytadan yuqtirishimiz mumkin. Shuning uchun bu narsaga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Keyin ko'pincha e'tibor beraman, biz oilada tish cho'tkalarini mana xuddi shunday ahvolda saqlaymiz. Bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi yoki har bir oila a'zosida tish cho'tkasi alohida turishi kerakmi? Tish cho'tkasini bunaqa holatda saqlash mumkin, lekin bir narsaga e'tibor berish kerak. O'sha tish cho'tkasi bilan og'iz bo'shliq yuvgandan keyin uni sovunlab yuvib tashab, keyin solib qo'yish mumkin, lekin iloj bo'lsa bir-biriga tegib ketmaydigan sharoitda bo'lgani maqsadga muvofiq, lekin undan oldin o'sha sovunlab yuvib qo'yish kerak. Shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Bu tavsiyani lekin birinchi marta eshityapman. Bu bor tavsiya. Nimagaki? Chunki og'iz bo'shlig'ida bakteriya doimo mavjud. Chunki tashqi muhit bilan birinchi demak aloqaga kirishadigan bu organ og'iz bo'shlig'i hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar soni juda ko'p. Shuning uchun biz qachonki tish pastasi shotkasini ishlatib tishlarimiz yuvganimizda cho'tkada bakteriya qoladi va sovunlab yuvib qo'yganimizda qanchadir darajada bu narsalar o'ladi va tozalanadi. Agar shuni sovunlab yuvib qo'ymaydigan bo'lsak, kechqurungacha bu narsa demak nam sharoitda yana bakteriyalar ko'payadi va yana tishimizga o'sha bakteriyalarni qaytib kiritishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun tavsiya berilardiki, sovunlab yuvib, keyin qo'yib qo'yish kerak. O'ylaymanki, muxlislarimiz uchun bu juda ham foydali tavsiya bo'ldi. Davom ettiramiz, marhamat. Savolim shundan iboratki, tishlarga briket moslamasi taqilganda og'iz bo'shliq gigiyenasi qanday amalga oshiriladi? Rahmat savolingiz uchun. Savolingiz uchun rahmat. Hozirgi kunda mana turli xil bemorlar bizga murojaat qilishadi. Ular orasida demak o'sha tishlar qatorini buzilishlarini to'g'irlash uchun turli xil breket sistemasi yoki boshqa plastinka tizimlaridan ham foydalanish mumkin. Breket tizimi bilan foydalanib o'sha tishlarni to'g'irlash jarayoni amalga oshirilayotgan paytda og'iz bo'shlig'i gigiyenasini buzilish darajasi kuchayadi. Nimagaki, o'sha og'iz bo'shlig'i turgan apparatni ustiga ham
bakteriyalar yoki o'sha ovqat qoldiqlari yopishib qoladi va buni tozalamaslik natijasida o'sha breket atrofida karies kuzatilish holatlari kuchayadi. Shuning uchun ularga tavsiya shu bo'lardiki, har bir ovqatlanishdan keyin tishlarni alohida demak yuvib qo'yish kerak bo'ladi va o'sha breketlarni orasini tozalaydigan maxsus interdental tish cho'tkalari hozirgi kunda sotuvda mavjud. Shulardan olish va o'sha breketlarning ustilarini ham tozalab qo'yish kerak bo'ladi. Chunki mana yuqorida aytib o'tdik, ushbu uskunamizda ham ko'ramizki, o'sha breket ustilarida karies chaqiruvchi bakteriyalarning ko'payishi, ularni o'sha karies jarayonini kuchaytirib yuborish holatlari turli xil o'sha dunyo olimlari tomonidan isbotlangan. Shundagina biz tishimizni to'g'irlash natijasida boshqa tishlarimiz kariesga uchrab, yanada o'sha chirib yoki tishlarni yo'qotishga olib kelishni oldini olgan bo'lamiz. Bundan tashqari, demak, o'sha breket taqib tishlarini davolatayotgan bemorlarimizga maslahat berardik. Hozirgi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan og'iz bo'shlig'ini chayish uchun bir qancha demak eritmalar ham chiqarilmoqda. Bular eliksirlar deb nomlanadi va ular tarkibida ham 200 promillga yaqin ftor ioni yoki natriy ftarid tuzi qo'shilgan bo'ladi. Bu narsa nimani jadallashtiradi? Ya'ni o'sha tish cho'tkasi yoki pastasi yetib bora olmaydigan nuqtalarga, chunki o'sha breket bu narsalarga xalaqit beradi, ammo suyuqlik o'sha joyga yetib boradi va bakteriyalarning o'sishini to'xtatadi. Undan tashqari tishni emali tarkibini mustahkamlaydi va bakteriyalar ishlab chiqaradigan kislotaga chidamliroq bo'ladi. Demakki, biz o'sha breket taqib turib ham tishlarimizni to'g'rilaymiz va ham kariesdan demak himoyalangan bo'lamiz. Rahmat. Muxlislarimiz tomonidan berilgan savollarga batafsil javob berganingiz uchun sizga katta rahmat. Agar ruxsat bersangiz